Tualet yuvadigan bilan uchimizni sariq qilamiz. Uf, hidi shuna yomon. Internetga layfxak ko'rdim, sochni belizna bilan oqartirar ekan. Ana bu tualet yuvadigan bor-ku, o'sha bilan. Dadamning tug'ilgan kunlari 21-mart. 3 yil oldin mo'ljarim bo'lishi kerak edi, lekin men uydan chiqib ketganim uchun mo'ljar qilmadik. Dadam esa kichkinaligimga faqat onamga aytganlaki, meni qizimning sochlari uzun bo'ladi deb. Alam bilan sochlarimni yuzim bilan bir xil qilib qirqtirib tashaganman. O'shandan beri o'smagan. Hozir qarasam agar 3 yilga ana shuncha o'sibdi. Agar meni kraskachilar ko'rayotgan bo'lsa, iltimos, to'bat qilmanglar. Hidi yomon sassiq. Perchatki topdim. Hech bo'lmasa qo'lim sasimaydi. Yigitim yo'qligi ham yaxshi. Bo'lmasa bugun sassiq kosmos bilan uchrashuvga chiqardi. Omad tilanglar, boshlaymiz. Ketsa sochim tagiga ketadi-ku. Fu! To'kildi. Ana shu to'kilishi bilganim uchun ana bunaqa yag'irni kiyganman, darab yozmanglar. Uf! Shunchasi yetadimi? Yana qilamiz. Zapravkan tualetini hidi sapsariq ekan. Oqaribdi. Bu videoni bo'lajak erim ko'rmasin. Sassiq kelin olmayman deydi.